Bugun mana Xudo xolasa mehnatdagi obyektimizga birinchi etap podushkani quyish jarayonini boshlaymiz. Endi men nima demoqchiman? Bu joyda geologiya o'tkazmaganmiz, lekin geologiya yo'nalishi bo'yicha ishlaydigan odamlar bilan maslahatlashganmiz. Chunki albatta geologiya o'tkazadigan bo'lsangiz, bu egasiga cho'ntagi juda ham katta harakat hisoblanadi. Lekin o'tkazish kerak. Bu asosan hozir o'sha ko'z obyektida o'tkaziladi. Lekin biz ham o'zimizdan imoratni qurib tashlamoqchi emasmiz. Mana ko'rgan bo'lsangiz, katlamanimizni qazib bo'lganmiz. Xo'p, birinchi slot monolitni podushkani qo'yib bo'lganmiz. Albatta setga qilib, endi hozir yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana bu podstakanlik deydi. Ya'ni har bitta kolonnaga qo'yilgan mana o'sha yer qarshiligini va fundamentni, ya'ni monolitni betonning o'zini qarshiligini yengadigan har bitta kolonnaga mana bunaqa stakan 12 li armaturadan berganmiz. Endi ya'ni yaxshilab e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu har bitta kolonnaga 12 li armaturadan uzmagan holatda bir-biriga bog'lov berganmiz. Ya'ni mabodo ertaga pochvamiz ezilishi, nagruzkani hisobida qanaqadir joyi sinishini oldini olish maqsadida mana shu yerda nechta kolonna bo'lsa, bir-birini hamma kolonna tortib ushlab turadi. Ya'ni og'ib ketish yoki qaysidir imoratga suyanib qolish, qaysidir joyi og'ir bo'ladigan bo'lsa, bir-birini ushlab turishini hisobiga imorat hech qatga qimirlamaydi ham, cho'kmaydi ham. Nima demoqchiman? Biza imorat qurayotganda har doim o'sha soha vakillari bilan, mutaxassislari bilan gaplashgan holatda quramiz. O'zimizdan o'zimiz qurib tashlaymiz. O'shaning uchun bizani tomonga gapirilayotgan gaplar, bizani tarafga otilayotgan toshlar, men buni to'g'ri tushunaman, men buni to'g'ri qabul qilaman va bundan xulosa chiqaraman. Lekin imoratda ba'zilar juda ham qiyin qurib tashlayapti. Ya'ni bunaqa qilish kerak, bunaqa qilish kerak deb uyga egasi cho'chib qolyapti. To'g'risini aytaman. Tajribamizga asoslangan holda, mutaxassisligimizdan kelib chiqqan holda imorat loyihasini qildik, keldik, qurdik, bo'ldi. Hech narsadan xavotir olmanglar. Salomat bo'linglar.